Haqiqiy xotirlar haqiqiy dunyoni namoyon qiladi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yaxshimisizlar? Haqiqiy xotirlar programmamizni ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men riyosatchi Qayyum Muhammad. 1969 yılı 3. ayda Jungo'nun chegara mudofaa armiyasi Xeylongjiang o'lkasining Ussuri daryosi bo'yidagi ko'lami 1 kvadrat kilometrga yetmaydigan kichik orolda elimizga tajovuz qilgan Sovet ittifoqi armiyasi bilan qattiq etishdi. Jinju arlı to'qinishi portlagandan keyin Sovet ittifoqi rahbarlik qatlamining inkosi kuchli bo'ldi. Sovet ittifoqining davlat mudofaa ministri Birjinov boshchiligidagi harbiy taraf qattiq qo'lliqlari Jungo tahdidini bir qatimliq yo'qitib, mis qurollar davriga qaytarib etamiz deb qo'yatdi. Bu chaqda Birjinov Jungoga tashqi kasalliklar operatsiyasi shaklidagi yadro hujumi ishlatishni maxfiy planlashga boshlagan edi. Sovet ittifoqidan iborat ilgirki bu boshpanoqchi bir kechada Amerikaning o'rnini elib, Jungoning eng xatarli dushmaniga aylandi. 1969 yılı 8. ayının 18. günü Sovet İttifaqının Amerikada turuşluq baş elçisi Dobrin'in buyruqi binoan Washingtonda Amerika Zongto'nun davlat bexatarligi ishlari yordamchisi Kissinger bilan jiddiy ko'rishdi. Va qilchimi yo'shirmagan holda Kissingerdan Sovet Ittifoqi Jungoga yadro quroli hujumi qo'zg'asa, Amerika qanday ifoda bildirdi deb so'radi. Ko'rvag'ili bo'ldiki, Sovet Ittifoqining g'arzi intayin aniq edi. Ayni chog'da Jungo Amerika munosabatini intayin keskin ahvolda Sovet Ittifoqi mush ko'tirsa, hech bo'lmaganda Amerikaning betaraf turishini umid qiladi. Nixon yendiki yuqori darajalik amaldorlar bilan jiddiy kengashgandan keyin g'arb ellariga keladigan eng cho'ng tahdid Sovet Ittifoqidan keladi. Qudratli Jungoning mavjud bo'lib turishi g'arb ellarining strategik manfaatiga uyg'un deb qaraydi. Onun ustiga Sovet Ittifoqining Jungoga qaratgan yadro hujumi Jungoning umumyuzlik o'ch elishiga sabab bo'ladi. Shu chog'da yadro bulg'unish Osiyoda turayotgan 250 ming Amerika armiyasining bexatarligiga bevosita tahdid soladi. 30 yildan buyon Amerika bilan Jungo o'rtasida adovat yig'ilib qolg'ashqa, Amerika hukumati Jungoga bevosita uqtirsa uqishmaslik paydo qilishi mumkin edi. Shuning bilan bir vaqtda Sovet ittifoqidagilarni Amerika bizni setib etibdi degan tuyg'uga keltirib qo'ysa bo'lmaydi. Yadro urushi qosh bilan kirpik oraliqida qolgan edi. Har qanday kichikgina savallik bu urushning portlashiga sabab bo'ladi. Undaq bo'lsa Nixon zada qaysi chorani o'ylab topdi? 1969 yılı 8. ayının 28. günü kişilerinin ancha diqqatini tatmaydigan, Amerikada chiqadigan bir kichik gazetda kishini cho'shtiradigan Sovet ittifoqi Jungoga tashqi kasalliklar operatsiyasi shaklidagi yadro hujumi qo'zg'amoqchi degan temada xabar berildi. Aslida Nixon el orasidagi kichik gazet orqali bu xabarni uqtirgan. Bu xabar darhol butun dunyoga tarqab, zilzila paydo qildi. Bu xabar tarqalgandan keyin Birjinov achchig'ida sarang bo'lay deb qoldi. Qon besim o'rlab ketdi. Amerikaliklar bizni setivetdi. Bu xabarni Jungoga yetkazib qo'ydi dedi. Keyin ba'zi tarixshunoslar Sovet ittifoqi ayni chog'da cho'shitib qo'yish uchun atom bombasini ishlatmoqchi bo'lgan bo'lishi mumkin deb qaradi. Amerika orqali bu xabarni Jungoga uqtirib, bizni cho'shitib qo'ymoqchi bo'lgan bo'lishi mumkin. Jungo Kommunistik Partiyasi Markaziy komiteti Sovet ittifoqining Jungoga yadro hujumi qo'zg'amoqchi bo'lganligini uqqandan keyin jiddiy hujjat e'lon qilib, Joinle guruhi boshlig'i bo'lgan Xalq havodan mudofaa rahbarlik guruhi qurishni e'lon qildi. Shahar aholilarini darhol tarqoqlashtirishga tashkilladi. Nurg'un korxonalar harbiy sanoat ishlab chiqilishiga o'zgartirildi. Shuning bilan bir vaqtda Markaziy harbiy komitet Sharqiy shimol va G'arbiy shimoldagi qismlarni darhol jiddiy urush tayyorlik holatiga kirishga buyruq qildi. Sovet ittifoqi Jungoning yadro qurol bazasini beshigidla ko'zni yo'qotmoqchi bo'ldi. Navoda ular atom bombasi tashlab qolsa, oldini olish uchun rahbarlar okopga olashni uqtirdi. Yadro mutaxassislarimizni tarqoqlashtirdik. Undan boshqa ba'zi uskuna materiallarni tarqoqlashtirib yo'tkivatdik. Shuning bilan bir vaqtda mavzudan okopni cho'nqir ko'lab umumyuzlik ochliq to'plash, zo'magar bo'lmaslik fanjini keskin o'tirg'a qo'ydi. Milliy egilik urush holatiga o'tdi. Zo'r turkumdagi zavodlar qatnash ravon bo'lmagan tog'liq rayonlarga ko'chirildi. Tarqoqlashtirish, laxmini moslashtirish yo'lga qo'yildi. Beijing qatorliq cho'ng shaharlarga yadro quroldan mudofaalanadigan yer osti okop qurishga jiddiy kirishib ketdi. Butun mamlakat noyat tezla urushga tayyorlik qilish holatiga kirdi. Shu mezgillarda Jungo vaziyati jiddiylashib qolgan bo'lib, armiyani to'shiydigan poyezd kech-kunduz qatnaydi. Chegara mudofaa jangchilari har vaqt jiddiy holatda turadi. Urush tumanlari qo'yiqlashganda tuyuqsiz Vyetnamdan Sovet ittifoqining vaziyatni yaxshilash irodasi ifodalangan xabar keldi.
Şunun bilan komediyilik burilish bo'ldi. 1969-yil 9-oyning 2-kuni soat 9dan 47 minut o'tganda Vyetnam Emgak partiyasi markaziy komitetining raisi, Vyetnam Demokratik Cumhuriyatining raisi Ho Chi Minh Hanoyda baxtga qarshi 79 yoshida vafot bo'ldi. Ikkinchi kuni tushdan burun Joinlar o'zi shaxsan kompartiya vakillar o'mikini boshlab maxsus aeroplan bilan Hanoyga bordi. 9-oyning 6-kuni Sovet Ittifoqi Ministrlar Sovetining raisi Koskin Hanoyga berib, Ho Chi Minhning dafn murosimiga qatnashdi. U bu fursatdan foydalanib Joinlar bilan ko'rishmoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, lekin Joinlar 2 kun ilgari davlatimizga qaytib kelgan edi. Amaliyotda Koskin yarim yil ilgari yuqori chastotliq aloqa qurilmasi orqali Jungo diplomatiya ministrligiga telefon qilgan. Ular telefon qilib Joinlarni izlaymiz, suhbatlashadigan ish bor degan. Telefon qabul qilguvchi, nima deysan? Sendek Sovet revizionizmining Joinlarni izlaydigan, uning bilan suhbatlashadigan nima salohiyati bor? Debla telefonni qo'yib bergan. Shu ish o'tib yarim yildan keyin Koskinning Vyetnamda Joinlar bilan ko'rishish orzusi ko'pikka aylandi. O darhol shu chog'da Hanoyda dafn murosimiga qatnashayotgan Jungo partiya hukumat vakillari o'mikining boshlig'i Li Shenyan bilan aloqalashdi. Sovet Ittifoqi Beijing bilan aloqalashib, Joinlar bilan ko'rishsa bo'ladigan bo'lmaydiganligini so'ragan. Jungo keyin uning bilan poytaxt aerodromida ko'rishishni qaror qilgan. Koskin 9-oyning 11-kuni Jungoning qo'shilganlik xabarini olgandan keyin darhol aeroplan bilan Beijingga kelib, aerodromda Joinlar bilan 3,5 soat suhbatlashdi. Joinlar suhbat jarayonida Jungoning maydonini qat'iy sharhladi. Hamda Jungoga yadro hujum qo'zg'asanglar, Jungo cho'qim qaytarma zarba berdi degan. Joinlar bunda qilsanglar bu tajovuzchilik urushi bo'ladi. Jungo adoqqicha qat'iy qarshilik ko'rsatdi degan. Buningga Koskin aniq ifoda bildirib, Jungo bilan bo'lgan munosabatni yumshatish orzusini bildirgan. Buningdan Jungo rahbarlari Moskvaning ishining kengayib ketishini xohlamaydiganligini bilib vaqtincha degan. Ammo Koskin davlatiga qaytib uzoq o'tmay Sovet Ittifoqi pozitsiyasini o'zgartirib qattiq qo'llab qilgan. Berjinov qatorliqlar Koskinning Jungo bilan bo'lgan munosabatni normallashtirishiga qarshi fikrda bo'lib, Jungoga davomli yuqori besim siyosati qo'llanishni tashabbus qilgan. Shunda qilib Sovet Ittifoqi Jungoga yana besim ishlatdi. Sovet Ittifoqi KGB orqa ko'rinishidagi Vektos Lois ismli bir muxbirdan foydalanib, London kashlik pochta gazetida maqola e'lon qildirib, Moskva hozir Jungoning Lopnordagi yadro aslihasiga tegish qilib, yadro zarbasi berishni muzokara qilyotdi degan. Moskvaning xabari tarqalishi bilanla Jungo darhol inkas qaytargan. 9-oyning 18-kuni Joinlar Koskinga maxfiy telegramma yo'llab, ikki taraf o'zaro qurol kuchi ishlatmaslik, jumladan yadro quroli ishlatib qarshi tarafga hujum qilmaslik majburiyatini ustiga elish taklifini berdi. Bir haftadan keyin Koskin Joinlarga javob telegrammasi yo'llab, Sovet Ittifoqi amaliy tadbir qo'llanib bo'ldi. Shunga o'zaro tajovuz qilishmaslik, qurol kuchi ishlatmaslikdan iborat davlatlararo maxsus kelishim imzolayli deb taklif berdi. Bu ikki davlat munosabati eng jiddiy holatda turganda, Sovet Ittifoqining Jungoga keng ko'lamda hujum qilmaslik, Jungoga yadro quroli ishlatmaslikka rasmiy kapolatlik qilishi edi. Lekin shu chog'da chegirdagi amaliy ahvol Jungoning hushyorligini o'stirmasa bo'lmaydigan holda edi. Sovet Ittifoqi armiyasining Jungo Sovet Ittifoqi chegarasida 12 diviziyasi bor bo'lib, Jinbao orli to'qinishidan bir qancha oy o'tib, quruqliq armiyasi 55 diviziyaga yetgan. Havo armiyasi, havo mudofaa armiyasi 24 diviziya bo'lib, 130 ming askar bor edi. Boshqariladigan bomba bilan zarba berish nishonini tangshigan. Sovet Ittifoqining aslidagi zarba berish nishoni asosligi Shimoliy Atlantik ahdiy tashkiloti bo'lib, ammo Osiyoga 35 cha boshqariladigan bomba bazasi o'rinlashtirgan edi. Bularning ichida qit'alar aro boshqariladigan bomba bazasi 10, o'rta masofalik boshqariladigan bomba bazasi 25 bo'lib, bu bazalarning ko'p qismining nishoni Jungoga qaratilgan edi. Mavzudun qatorliqlar Sovet Ittifoqi biz bilan suhbatlashishga qo'shilgan o'xshaydi deb qolgan. Bir jihatdan suhbatlashmoqchi bo'lsa, yana bir jihatdan bu harbiy tayyorlik bo'lib, hujum qilishi mumkin edi. Buningga qarata Jungo Kommunistik partiyasi markaziy komiteti bir qator jiddiy jang tayyorlik tadbirlarini tuzdi. Joinlar hozir xalqaro vaziyat kaskin, biz jang tayyorligini qilishimiz kerak. Bo'libmi dushmanning tuyuqsiz hujumdan mudofaa ko'rishimiz lozim. Jang qilishga tayyorlik ko'rish yangi strategik o'rinlashtirish bo'lib, so'kagucha to'g'on tutishimiz kerak dedi. Shuning bilan u bir tarafdan har qaysi ministrlik komitetlarga darhol maxfiy hujjat tuzish, oshkorlanib qilishdan saqlanish buyrug'i tushirib, jang qilishga safarbar qildi. Xalq kezdigi besilgan davlat qurilganligining 20 yilligini xotirlash shuariga mavzuning o'zi hozirdan boshlab jangirlik, sotsial jangirlikning tajovuzchilik urush qo'zg'ishiga tayyorlik qilish, bo'libmi yadro urush qo'zg'ishiga qarshi turish shuarini qo'shdi. Bu Jungo rahbarlarining andishisini aniq ifodaladi.
u urush vaziyatini sal yuqori mo'ljarlab qoldi. Shunga Mao Zedong Beijingdagi barliq rahbarlarni tezdan boshqa joyga tarqaqlashtirish buyrug'i berdi. Mao Zedong o'zimi boshqa joyga ketdi. Ondan butun mamlakatni 4 yurish tayyorlik rayoniga bo'ldi. O'xshamagan rahbarlar o'xshamagan rayonga bo'linib urushga tayyorlik ko'rdi. Birdilla butkul armiyadagi har qaysi qismlar birinchi darajalik urush tayyorlik holatiga o'tdi. Butun armiya 940 mingdan ortiq odam, 4100 dan ortiq aeroplan, 600 dan ortiq paraxod va nurg'un tanka, zambirak va avtomobilni tarqaqlashtirdi. Markazdan tortib yerlikcha hammali joy urush tayyorligiga o'tdi. Har qaysi cho'ng o'ttiri shaharlarga mudofaa tayyorligi ko'rdi. Necha 10 mingdan shahar aholisi havo mudofaa va jiddiy tarqaqlashtirish manevri qildi. Shu chog'da inkas nihoyat kuchli bo'ldi. Sovet ittifoqining keng doirada tajovuz qilishi va yadro urush qo'zg'ab kelishidan nihoyat andish qildi. Chunki shu chog'da Linbiao qatorliqlar bekitgan butkul urushga tayyorlik qilish loyihasi amaliy urushga nihoyat yaqinlashgan. Ahvol jiddiy bo'lg'achqa har xil xabarlar tarqalib, jiddiy holatni shakllantirib qo'ydi. Shu chog'da Jungo Sovet ittifoqi chegara rayonidagi Jungo armiyasi bilan xalq nihoyat jiddiy vaziyatda turayotgan edi. Butkul davlat urush tayyorlik holatida turdi. Urushga tayyorlik harakati yana yuqori to'lqinga ko'tarildi. O'tgan asrning 60-yillari to'g'risidagi aslamalarning eng yaxshi isboti ehtimol Jo'nlayning Jo'nanxay ishxonasidagi xizmat kalendari bo'lishi mumkin. Xotiriga Zonglining har kunlik xizmat qaralmillari xotirlangan. Biroq 1969-yili 10-oydan 70-yili 2-oygacha kalendar quruq qolgan. Bu dal urush krizisining Jo'nlayni kundulik xizmat o'rnidan ayirishga majbur qilganligidan derak beradi. Ammo bu qo'rqinchli urush oxirida yanada yuz bermadi. Garchi Jungoga qayta tahdidlar kelgan bo'lsa-mu, biroq Sovet ittifoqi yadro quroli ombirining darvozasi haqiqiy ochilib boqmadi. Undaqda zodi nima Sovet ittifoqining oxirida bu yadro urushini qo'zg'amasligiga sabab bo'ldi? Aerodrom diplomatiyasidan bir oy keyin Koskin Berejnevga ular bir necha oy burun boshqariladigan bombaga yadro o'q besh o'rinto portlatisini qildi. Nishonga tegishning to'g'riliq nisbati haqiqatan hayron qolarlik bo'ldi. Biz Jungo bilan suhbatlashishimiz kerak degan. Koskin tilga olgan portlatisini 1966-yil 10-oyning 27-kuni Jungo Sharq shamoli 2-nomli boshqariladigan bomba orqali yadro o'q beshini 1000 kilometr yiroqlikdagi Shongqingzidan Lopnorga qo'yib bergan. Ikki bombani birlashtirish siniqini ko'rsatdi. Bu qitimqi yadro krizisi portlash arafasida, ya'ni 9-oyning 28 va 29-kunlari Amerika yer tevrashini kuzatish punkti va Sovet ittifoqi yer tevrashini kuzatish punkti asosan o'xshash bir vaqtda energiyasi g'oyat zo'r bo'lgan tavrinish signalini qabul qilgan. Ular darhol Jungo birinchi qitim yer osti yadro siniqi va yuqori portlash kuchiga ega yadro siniqi qildi deb hukm qildi. Amerika Birlashma agentligi bunga qarata obzor e'lon qilib, Jungoning yaqindan bu yangi ikki qitimliq siniqi ma'lum natijaga erishishni maqsad qilgan emas, balki urush boshlanish oldidagi bir qitimliq tekshirib o'lchashni maqsad qilgan dedi. Oxiri Sovet ittifoqi Kompartiyasi rahbarligi qatlami Jungoga yadro hujumi qo'zg'ash planini amaldan qoldirdi. 1970-yilda Jungo Sovet ittifoqining tajovuz qilib kirishiga qarata yuksak hushyor holatda turib. Bu chog'da vaziyatni to'g'ri mo'ljallashga mohir Mao Zedong Jungoning chet elga qartilgan strategiyasini tanlashga boshladi. Shuning bilan Jungoning darvozasi Amerikaga qarata asta-asta ochildi. Biz Sovet ittifoqi bilan Amerikaning ziddiyatidan foydalanib, cho'ng 3 bo'lak munosabatini shakllantirdik. Bizning strategiyamiz 4 sar kuch bilan mingjing ig'irlikni ko'tarish deb ataldi. Ya'ni ikki polvon jon tikib elishayotgan chog'da yenimizdagi polvonga azroq madad berib qo'ymoqchi bo'ldik. Bundaq tadbirni biz osonlikcha ishlatmaymiz. Ikki taraf bizdan talab qilib turdi. Garchi biz ojiz bo'lsak ham, ammo taraqqiyot bo'shligimiz bor edi. Men buni Mao Zedongning strategik ideyasidagi eng muvaffaqiyatli bir nuqta deb qarayman. Shu chog'da Amerika Vyetnam urushi patqiqiga petib qolgan edi. U mo Jungoning kuchidan foydalanib Vyetnam urushidan qutulib chiqishni o'ylaydi. Demak, uningmi Jungo bilan munosabatni yaxshilash ehtiyoji bor edi. Shunga ularmi kelgan. Jungo bilan Amerika hukumatining o'xshamaydigan taraflarini aytib ko'p. Ammo biz o'xshamagan qarash tufaylidan jangohdagi raqiblardan bo'lib qolmaslikning yo'lini tepishimiz kerak. 1970-yilning 5-ida Jungo bilan Amerika yuqori qatlamda uchrashishni boshladi. Shu yili davlat bayramlik tabriklash marosimida Mao Zedong Tiananmen ravaqida Amerika muxbiri Edgar Sino bilan qizg'in paranglashdi. Mao Zedong shu chog'da Sino bilan paranglashganda Zongtong Nixon Jungoga ziyorat kelishini xolis qanday vaqt kelsa, qanday salohiyat bilan kasb olaverdi. Zongtong Nixon kelsa biz kelishmaslik qilsak bo'ladi. Fikr birdakligiga keladisak teh yaxshi. Fikr birdakligiga kelamisak meshqisi yo'q dedi. 1971-yili 4-oyda Jungo Amerika Tik-Tak-Tok komandasini Jungoni ziyorat qilishga taklif qilib, ikki davlat xalqining do'stlik aloqa darvozasini ochdi. Shu yili 7-oy va 10-oyda Kissinger Jungoni ikki qitim maxfiy ziyorat qildi.
1972 yılı 2. ayda hava armiyasi 1. numar nomli aeroplan Beijing Nanyuan aerodromiga qo'ndi. Nexon rafiqasi bilan birlikda aeroplan bo'limchisidan chiqib, aeroplan shotisidan pastga tushdi-da, Joinler bilan samimiy qo'l elishib ko'rishdi. Bu Mao Zedongning umrining oxirida chiqargan nihoyat muhim qarori. Amaliyot bu qarorning ahamiyatini nihoyat cho'nqurlikni isbotlab berdi. Bunun bilan elimiz Amerikaliklar bilan bo'lgan diplomatik munosabat o'rnatish yo'lini echibli qolmasdan BDTga a'zo bo'ldi. Hamda G'arbiy Yevropa, Shimoliy Amerikadagi boshqa davlatlar bilan keng doirada diplomatik munosabat. Oxirgi kelganda Jungo hargiz yolg'iz qolmadi. 70-yillarning oxiriga kelganda Jungoning do'stlari ko'paydi. 1982 yılı 3. ayda Brejnev Toshkentda so'z qildi. So'zda garchi Jungoga zarba beradigan so'zlarni yanada qilgan bo'lsa-mu, ammo u Jungoning sotsialistik davlat ekanligini aniq e'tirof qildi. Jungoning Tayvanga egilik huquqining borligini ta'kidladi hamda Jungo bilan bo'lgan munosabatni yaxshilashni xohlaydiganligini bildirdi. Buningga qarata Deng Xiaoping nihoyat sezgurlik bilan Sovet ittifoqi rahbarlarining boshqa yerda turib yetkazgan bu uchurini his qilib yetdi. Bu Sovet ittifoqiga Jungo Sovet ittifoqi munosabatining normallashishidagi 3 cho'ng to'salg'ini tashabbuskorlik bilan hal qilish talabini o'tirg'a qo'ydi. Bu Sovet ittifoqiga Jungo Sovet ittifoqi munosabatini normallashtirishdagi 3 cho'ng to'salg'ini o'tirg'a qo'ydi. Ya'ni Jungo Sovet ittifoqi chegara rayoni va Mongoliya xalq jumhuriyatidan askar chekindirish, Afg'onistondan askar chekindirish hamda Vyetnamni Kambodjadan askar chekindirishga da'vat qilish qatorliqlardan iborat. 1988 yılı 2. ayda Jungo bilan Sovet ittifoqi Kambodja masalasiga aloqador o'rtaq bayonotni e'lon qildi. Bayonotda Jungo Sovet ittifoqi ikki tarafning ikki davlat munosabatining normallashishini amalga oshirib, ikki davlat munosabatiga ta'sir ko'rsatadigan 3 cho'ng to'salg'i masalasini tugatishda muhim ilgirlashlarga erishganligini sharhladı. Shuning bilan birga Sovet ittifoqining Jungoning shimoliy qismidagi chegara chiziqida million kishilik qo'shin turg'izishdek holatga xotima berildi. 1989 yılı 5. ayning 15 kuni, ya'ni Xrushyov Jungodan g'azab bilan ayrilib 30 yildan keyin Sovet ittifoqining eng oliy rahbarining maxsus aeroplani Beijingga yetib keldi. Gorbachevning Jungodagi tarixiy xarakterlik ziyoratiga agishib, Jungo Sovet ittifoqi munosabati yangi bir taraqqiyot bosqichiga kirdi. 1991 yılı 5. ayda Jungo Kommunistik Partiyasi Markaziy komitetining bosh shujisi Jiang Zemin taklifga binoan Sovet ittifoqida ziyoratda bo'ldi. Bu asli Jungo Sovet ittifoqi munosabati davomli olg'a qarab taraqqiy qiladigan yil bo'lishi kerak edi. Ammo Sovet ittifoqining tarixi bu daqiqada oxirlashdi. 1991 yılı 11. ayning 25 kuni Gorbachev televiziya nutq so'zlab Sovet ittifoqining zo'ngtongliq vazifasidan iste'fo berganligini jakoladi. Orqadan Sovet sotsialistik jumhuriyati ittifoqi parchalanib, Jungo Sovet ittifoqi munosabati tarixiy sahnadan chekindi. 1991 yılı 5. ay Jungo Kommunistik Partiyasi Markaziy komitetining bosh shujisi Jiang Zemin taklifga binoan Sovet ittifoqida ziyoratda bo'ldi. Bu asli Jungo Sovet ittifoqi munosabati davomli olg'a qarab taraqqiy qiladigan yil bo'lishi kerak edi. Ammo Sovet ittifoqining tarixi bu daqiqada oxirlashdi. 1991 yılı 11. ayning 25 kuni Gorbachev televiziya nutq so'zlab Sovet ittifoqining zo'ngtongliq vazifasidan iste'fo berganligini e'lon qildi. Orqadan Sovet sotsialistik jumhuriyati ittifoqi parchalanib, Jungo Sovet ittifoqi munosabati tarixga aylandi. Haqiqiy xotirlar haqiqiy dunyoni namoyon qiladi. Ko'ngilingizga rahmat. Kelarki son programmamizda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.